uyi tomiga shuncha sharoit qilib qo'yilganini birinchi marta ko'ryapman. Shuncha narsa sig'dirib yuborishdi bor tom qismiga. Bu uyimizni Rosman akasining tomiga birinchi marta ko'rib turaman. Bu yon tarafda mana shunaqa basseyn, yozgi oshxona va o'tiradigan mehki zonalar qilib qo'yilgan. Bu yoqdan terrasaga ham chiqib ketsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarda tomda nima borligini ko'rsataman. Bu esa uyimizga asosiy kirib kelish qismi, darvozaxonasidan boshlab sizlarga tushuntirib beraman. Mana shunaqangi keng ketgan zelyoniy zonalar. Xo'p, ko'rasizlar, avtomatik ochiladigan darvozaxona, bemalol ikkita mashina sig'adi. Qaranglar, bu uyimizga kirishinglar bilan sizlarni men patologini qaranglar. Juda ham chiroyli. Bu uyimizga haqiqiy professional o'z ishini mutaxassis ishlaganligi, shundoqqina ishligidan namoyon. Отпечатка palets, ya'ni sensor datchiklar orqali ochiladigan eshiklar. Uyimizning fasadini ko'rasizlar, har doim uchrab turmaydigan uslubda qurilgan. Tayyor bo'lsanglar, bitta yo'lachan qizartirib qo'ysanglar, birgalashib bu go'zal uyimizga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa uyimizga kirib kelish prixoja qismi. Kirishimiz bilan sizlarni zal qismiga olib kelaman. Ko'ryapsizlarmi? Zalimizdan juda ham chiroyli, kattagina panorama oynalar qilingan. Bu yerda ishlatilgan har bir mebel texnikasi полностью Yevropadan olib keltirilgan. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Datchiklargacha qo'yib qo'yilgan sensorni. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu uyimizni o'zi umniy dom qilingan, ya'ni ovoz orqali hamma joy pardalarni ochib yopsanglar ham bo'ladi, svetlarni o'chirsanglar ham bo'ladi. Uyimizni ko'rasizlar, kattagina panorama oynalar, juda ham chiroyli. Xo'l qismiga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mehki zonalar hammasi juda chiroyli, ko'zga tashlanadigan ranglardan qilingan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonamiz uchun ham barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Bu yoqda razdvижной oynalar qilingan va bu yoqdan boya aytib o'tgandek, to'g'ridan-to'g'ri hovliga chiqib ketadigan eshik qoldirilgan. Ana endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimizdan spalningiz, shuni yonida gостевой sanuzel bo'lyapti. Tayyor bo'lsanglar, sizlarga terrasada nima borligini ko'rsataman. Qani ketdik. Yuqoriga yetmadimmi? Bu uyimizdan tomiga o'tib, qaranglar, tomni o'rniga shuncha sharoit qilib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, jakuzi o'rnatilgan. Havo harorati -10 bo'lsa ham bu yoqda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Eng yoqqan jihati mana buni qaranglar. Shundoqqina masjid ko'rinadi. Yo mashalloh, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar, kelinglar. Menga yana bitta yoqqan jihatini hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Oxirigacha ko'rib tursanglar. Bu yoqda mana shunaqangi yozgi oshxonalar qilib qo'yilgan, stol-stullar tashab ketilgan, umniy dom, bu yoqda ham kolonkalar joylashtirilgan va ana endi kelinglar. Mana bu joyi bor, o'rtasi yonadi. Mana shu hozir yoqib ko'rsatmayman. Knopkasi bor. Qishda ham mazza qilib oila davrasida o'tiradigan zo'r joy bo'lgan. Bu yoqda ham qaranglar, mehki zonalar qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana videoni boshida aytgandek, qaranglar. Bu yoqdan bemalol to'g'ridan-to'g'ri hovliga tushib ketsanglar ham bo'ladi. Ko'rasizlar? Qanaqangi chiroyli manzara. Inshaalloh niyat qilgan har bir musulmonga eng kamida mana shunaqa o'ylaydi, ota-onasiga sovg'a qilib, mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasin. Bu uyimizda yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kimga mana shunaqangi fayzli xonadonlarni ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqin jigaringizga bitta like bosib jo'natib qo'ying.